Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan global muzlash. Men muzli apokalipsisda bunker qurdim mangasining birinchi qismini tomosha qilamiz. Lekin video boshlanishidan oldin sizlarga kichik bir ma'lumot berib o'taman. Ushbu manhvaning 4 ta qismi allaqachon video shaklida mangadunyo.uz saytimizda bor va ularni bemalol mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Bundan tashqari saytimizda manganing 130 dan ortiq bobi o'zbek tiliga tarjima qilingan va siz ularni hoziroq o'qishni boshlashingiz mumkin. Endi ko'p kuturmayman. Agar ushbu manhvaning keyingi qismlari ham chiqishini istasangiz, bu videoga 1500 ta like bosing va 50 ta odam mangadunyo.uz saytimizga kirib, videosi ostida o'z fikrini yozib qoldirsin. Shartlarimiz bajarilsa, keyingi qismini o'sha kunning o'zida YouTube kanalimizga joylaymiz. Qani, unda ko'p kuturmayman, ketdik. Insoniyatning 95% sovuqdan muzlab halok bo'ldi. Dunyo oxiri bilan birga dahshatli muzlik davri boshlandi. Odamlar ochlik va sovuqdan birin-ketin o'lar. Umid o'rnini nafrat va shafqatsizlik egallagandi. Changi esa qiyomatdan oldingi vaqtga qayta tug'ildi. Oldingi hayotida odamlarga ishonib xiyonatga uchragan va dahshatli qiynoqlardan so'ng o'ldirilgandi. Ammo bu safar uning bitta g'ayritabiiy qobiliyati bor edi. Cheksiz saqlash maydoni. U barcha jamg'armasini ishlatib, kvartirasini buzib bo'lmaydigan boshpanaga aylantirdi va o'nlab yillarga yetadigan oziq-ovqat hamda kerakli narsalarni yig'di. Muzlik davri boshlangach, och va sovuqdan qiynalgan omon qolganlar uning eshigini taqillata boshlashdi. Ammo bir marta ishonchi tufayli o'lgan Changi bu safar eshigini yana ocharmidi? U avvalo xavfsizligini ta'minlab, keyin unga xiyonat qilganlardan to'liq qasos olishga qaror qildi. Odamlar shu darajada aqldan ozishdiki, hatto bir-birini yeyishni boshlashdi. Chang'i ham ularning qurboniga aylandi. Dahshatli og'riq ichida u yig'lardi va faqat o'limini kutib yotardi. Ism chiqdi. Fan Yu Chun. Uni aldab ketgan qiz esa uning azoblariga e'tibor bermadi. Aksincha, o'z ulushini, ya'ni uning qo'lini talab qildi. Shunda Chang'i qanchalik sodda bo'lganini tushundi. Agar yana bir imkoniyat berilsa, ularning qilganlarini 100 karra qaytarishga qasam ichdi. Nihoyat hayoti tugaganda, u birdan ko'zlarini ochib, o'rnidan sakrab turdi. Uni o'sha maxluqlar o'ldirmaganmidi? Telefoniga qarasa, sana 12-noyabr edi. Muzlik davri boshlanishiga hali 1 oy bor edi. Demak, u o'tmishga qaytgandi. 2052-yil dekabrda Yerga ulkan meteorit urilib, butun dunyo iqlimi o'zgardi. Tianxay shahrida harorat -60 dan 70 darajagacha tushib, 1 oydan ortiq davom etgan kuchli bo'ron boshlandi. Qor va muz butun shaharni qoplab tashladi. Bu insonlar va boshqa ko'plab tirik mavjudotlarning ommaviy qirilib ketishiga sabab bo'ldi. Chang'i uyida yig'ib qo'ygan zaxiralari tufayli omon qolgandi. Ammo o'sha ahmoqlar uning oziq-ovqatlarini tortib olib, oxirida o'zini ham o'ldirishdi. Endi uning asosiy maqsadi o'z xavfsizligini ta'minlash, apokalipsisdan omon qolish uchun yetarlicha zaxira yig'ish va ulardan qasos olish edi. U oziq-ovqatdan tashqari ko'ngilochar narsalar hamda o'zini himoya qilish uchun qurollarni ham tayyorlashi kerakligini tushundi. Birdan ko'ziga nimadir sanchilgandek bo'ldi. U ko'zni ishg'aladi, ammo ochgach, o'zini ulkan boshqa makonda ko'rdi. Bu yerga tonnalab resurslarni saqlash mumkin edi. Agar oziq-ovqat omborini shu yerga ko'chira olsa, zaxiralari hatto 10 umrga yetardi. Apokalipsisgacha 1 oy qolgan edi. Chang'i eng qimmat restoranga borib, katta pulga juda ko'p ovqat buyurtma qildi. Uning ichimliksiz, juda tez ovqatlanayotganini ko'rgan ofitsiant hayratda qoldi. Chang'i esa apokalipsis paytida odamlar oddiy tez tayyorlanadigan lag'monni ham orzu qilishlarini o'ylab, mazali taomlardan bemalol zavqlanardi. Qorni to'ygach, u restorandan chiqdi. Buyurtmasi 50 mingdan oshgani uchun unga maxsus mijoz kartasi ham berishdi. Ammo u muloyimlik bilan rad etdi. Axir apokalipsisda buning hech qanday keragi qolmasdi. Shu payt Yu Chin va uning dugonasi yonidan o'tib qolishdi. Yu Chin Chang'ini ko'rib hayratlandi. U aslida kambag'al emas, shunchaki o'zini kambag'aldek ko'rsatib yurganmidi. Ular baribir uchrashib qolishgan ekan. Nega yana bir bor urinib ko'rmasin? Yu Chin darhol uning oldiga yaqinlashib, xijolatkor tabassum bilan "Voy, qanday tasodif? Qayerdan kelyapsan?" deb so'radi. Chang'ining yuzi darhol qoraydi. Yu Chin uning oldida o'zini shirin va begunoh ko'rsatayotgandi. Ammo aynan shu qiz sababli u o'ldirilgan, hatto qovurg'alardan sho'rva tayyorlashgandi. U maxsus mijoz kartasini ko'rsatib, do'kondan ko'p narsalar olmoqchi ekanini aytdi.
Bunday vaziyatda bepul yordamchilar topilgan bo'lsa, nega ulardan foydalanmasin? Yuchin buni tasodif deb hisoblamasa ham, ular ham do'konga ketayotganini aytdi. Dugonasi ham uning gapini tasdiqladi. Axir ular qo'shni edilar va yordam berishga tayyor edi. Do'konda Chang Yi aravalarni oziq-ovqat bilan to'ldirdi. Yuchin kulib, butun shaharni boqmoqchimi deb so'radi. Dugonasi esa uni sayohatga chiqmoqchi deb o'yladi. Chang Yi esa hayotda har narsa bo'lishini, apokalipsis kelib qolsa, oldindan tayyor turishni xohlashini aytdi. Bu gaplar qizlarni bezovta qildi. Yuchin unga bunday ahmoqona gaplarni aytmasligini, bugungi yordamlari uchun hech bo'lmasa, ularni ichki ovqatga taklif qilishni aytdi. Chang Yi esa hozir juda bandligini, xohlasa keyingi oy uchrashishlari mumkinligini aytdi. Dugonasi norozi bo'lib, uning kabi erkakning o'zi do'konma-do'kon yurishni tushunmasligini aytdi. U bunday xasis ekanini tasavvur ham qilmagandi. Yuchin darhol dugonasiga jim bo'lish ishorasini qilib, uning shunchaki charchaganini aytdi. So'ng noqulay tabassum bilan ular do'st ekanini, boshqalarning pulni hisoblashning keragi yo'qligini qo'shib qo'ydi. Dugonasi ham gaplari tasodifan chiqib ketganini aytdi. Chang Yi ularga norozi qarab, keyin hammasi joyida ekanini aytdi. Vaqt o'tib, ular Chang Yi yashaydigan turar joy majmuasiga yetib kelishdi. Og'ir yuklarni ko'tarib kelgan qizlar esa allaqachon holdan toyishgandi. Ikki aravani itarib kelayotgan qizlar holdan toyishgandi. Chang Yi esa endi odamlar uni telba deb o'ylashsa ham parvo qilmasdi. Uning yagona maqsadi oldingi hayotida uni o'ldirganlardan qasos olish edi. Shu payt bolasi bilan turgan bir ayol ulkan oziq-ovqat zaxirasini ko'rib, bu odam hammasini sotib olib, boshqalarga hech narsa qoldirmoqchimi deb o'yladi. U yaqinlashib, bu do'konga yangi keltirilgan mahsulotlarmi deb so'radi. Qizlar esa bular Chang Yining xaridlari ekanini aytishdi. Shunda ayol uning buncha narsani yeya olmasligini aytib, o'ziga ham mahsulot qoldirishni talab qildi. Shu payt uning bolasi yashirincha shokoladni olib oldi. Chang Yi darhol burilib uni tortib oldi va hammasini o'zi sotib olganini aytdi. Bola jahli chiqib, uni ahmoq deb atadi va shokoladni bermasa, o'ldirish bilan tahdid qildi. Chang Yi bolaga jahli bilan qarab, yana bir og'iz gapirishga urinib ko'rishni aytdi. Bola qo'rqib yig'lab yubordi va ayolga yopishib oldi. Ayol esa jahli chiqib, uning boshqa odamning bolasiga tanbeh berishga qanday haqqi borligini so'radi. Bitta shokoladni berish shunchalik qiyinmidi? Pulini keyin olib kelishini, aldamasligini aytdi. Chang Yi esa to'lov kodini ko'rsatib, pulni hozir o'tkazishini yoki o'zi do'kondan sotib olishini aytdi. Ayol hayratda qolib, uni insofsiz deb atadi va kattalarga hurmat qayerda qolganini baqirib so'radi. U turar joy majmuasi boshqaruv qo'mitasi rahbari ekanini, buning oqibati qanday bo'lishini ko'rsatishini aytdi. Chang Yi esa unga e'tibor bermay, liftga kirdi. Qizlar oziq-ovqatlarni kvartiraga olib kirishga yordam berishdi. Ketayotib, ularni mehmonlikka chaqirishni unutmasligini aytishdi. Chang Yi keyingi safar chaqirishga va'da berib, eshikni yopdi. Chang Yi avval oziq-ovqat zaxiralarini o'sha makonga joylashtirib, uning qanday ishlashini sinab ko'rishga qaror qildi. Keyin hammasini tartibga solib, dori-darmon izlashni boshlardi. Apokalipsis uchun kerakli narsalar ro'yxatiga qarab, isitish masalasini ham hal qilish kerakligini tushundi. Kamin yaxshi tanlov edi. Bundan tashqari uyini issiqlikdan himoyalab, uni buzib bo'lmaydigan po'lat qal'aga aylantirish kerak edi. Eng katta muammo qurol edi. Lom yoki bolta kabi sovuq qurollarni topish qiyin emas. Kamon va arbalet ham topsa bo'lardi. Ammo o'qotar qurolni qayerdan topardi? U biroz dam olishga qaror qildi. Axir hali bir oy vaqti bor edi. Puli tugasa, mol-mulkini sotardi. Ertasi kuni Chang Yi zaxiralarni tekshirdi. Go'sht va sabzavotlar buzilmagandi, ammo baliqlar nobud bo'lgandi. Demak, bu makonda tirik mavjudotlar yashay olmas, biroq oziq-ovqat yangiligicha saqlanardi. U restoranga qo'ngiroq qilib, do'stlari uchun 3 kun 3 tun davom etadigan katta bazm uyushtirmoqchi ekanini aytdi. Shu sabab juda ko'p ovqat kerakligini tushuntirdi. Menejer buyurtma kamida $1 million turishini aytdi. Ular hammasini tayyorlab berishardi, faqat avval $200 ming to'lash kerak edi. Chang Yi rozi bo'lib pulni o'tkazdi va buyurtma qabul qilindi. Keyin u uy hujjatlarini olib, bir oydan so'ng pul qadrsizlanishini o'yladi. Shuning uchun bor mablag'idan hozirdanoq foydalanish kerak edi. Uyini garovga qo'yib, katta miqdorda pul oldi. Ota-onasidan qolgan mablag'larni qo'shsa ham hali yetarli emasdi. Ba'zim uchun ketadigan puldan tashqari qolgani uyini jihozlashga yetardi. Ammo dori-darmon va qurollar uchun ham mablag' kerak edi. Demak, hamma narsaga pul yetmasdi. Chang Yi chuqur o'yga cho'mib turganida, bir kishi uni chaqirib, "Pul kerak emasmi?" deb so'radi.
banklarda juda ko'p qoidalar borligini, nega ularning xizmatidan foydalanmasligini aytdi. Chang Yi kulimsirab, uning yetarlicha vakolati bormi deb so'radi. Gap $1 million haqida ketayotgan edi. Kishi esa aynan kerakli odamni topganidan xursand bo'ldi. Chang Yi undan rostdan ham pul bera olishini so'radi. Unga $5 million kerak edi va yordam berishsa 3 oy ichida qaytarishni aytdi. Kishi bunda muammo yo'qligini, ularning kompaniyasi bunday ishlar bo'yicha tajribali ekanini tushuntirdi. So'ng uni ofisga olib borib, rahbar bilan tanishtirdi. Rahbar undan qancha pul va qancha muddatga qarz olmoqchi ekanini, foiz stavkalari haqida bilishini so'radi. Xodim esa rahbariga bu mijozga alohida e'tibor berishni aytdi, chunki uning biznesiga moliyaviy sarmoya kerak edi. U ichki inqirozdan chiqishi bilan qarzni qaytarishni aytdi. Chang Yi hammasini imkon qadar tez to'lashni, foiz qancha bo'lishi muhim emasligini tasdiqladi. Direktor kulib, foiz stavkasi 40% ekanini aytdi. U 5 million olib, 7 million qaytarish kerak edi. Shartnoma imzolanishi bilan pul uning hisobiga o'tkazilardi. Chang Yi minnatdorchilik bildirib, shartnomani imzolay boshladi. Ammo buning uchun qimmatbaho garov kerak edi. U uyini garovga qo'yishni aytdi. Uning qiymati 5 milliondan ham yuqori edi. Bundan tashqari $300 ming mashinasi ham bor edi. Qarzni vaqtida qaytarmasa, uni ham olib qo'yishlari mumkin edi. Direktor esa uyning qiymati ko'pi bilan 4 million ekanini aytdi. Chang Yi iltimos qilib, unga hech bo'lmasa 4,5 million berishlarini so'radi. Ammo direktor darhol rad etdi. Chang Yi asabiylashib, 4 million olsa ham ularga 7 million qaytarishni aytdi. Uning holatini ko'rib, ular istisno qilishga rozi bo'lishdi. Chang Yi esa bunday qarzning mutlaqo foydasizligini bilardi. Ammo apokalipsisgacha atigi 1 oy qolgan edi. U bu ochko'zlarning tirik qolib, keyinchalik qarzni undan talab qilishiga ishonmasdi. Pulni olgach, u darhol chiqib ketdi. Xodim rahbariga bu yigitning aqli joyida emasligini aytdi. Axir 5 millionlik uyini garovga qo'yib, atigi 4 million olgandi. Direktor esa kulib, keyin pulni qayerdan topishini ko'ramiz dedi. Bunday katta mijozni qo'ldan chiqarish mumkin emasdi. Xodim esa uning boshqa mol-mulklari bor yo'qligini tekshirtirishni aytdi. Chang Yi mashinasiga o'tirib, bu odamlar unga shuncha pul bergani uchun ichida kuldi. Endi u barcha rejalarni amalga oshira olardi. So'ng John Long qo'riqlash kompaniyasi tomon yo'l oldi. Bu Xitoydagi eng yirik qo'riqlash kompaniyalaridan biri bo'lib, ko'plab siyosatchilar va mashhurlar xavfsizligini ta'minlardi. Chang Yi oldingi hayotida 1 milliarderning o'g'li o'ziga $1 milliard boshpana qo'yganini eshitgandi. Bunday boy odamlarning imkoniyatlari uni doim hayratda qoldirardi. Biroz kutgach, savdo bo'limi menejeri Hu Zhen uning oldiga kelib yordam taklif qildi. Chang Yi unga dunyoning oxirigacha ham bardosh beradigan xavfsiz boshpana qurmoqchi ekanini aytdi. Menejer kompaniya jahon darajasida ekanini va uning talablarini bajarishlarini aytdi. Chang Yi uy rejasiga qaradi. Kompaniya devor, pol va shiftlarni aviatsiya darajasidagi po'lat hamda 200 mm qochishma bilan mustahkamlashni taklif qilardi. Bundan tashqari ular kuchli issiqlikka bardosh beradigan o'ta mustahkam o'q o'tmas oynalarni ham o'rnatishardi. Zaharli gazlarni o'tkazmaydigan filtrlash tizimiga ega shamollatish qurilmasi ham bor edi. Uy ichida va tashqarisida ko'r nuqtasiz kuzatuv kameralari o'rnatilib, hammasini real vaqtda nazorat qilish mumkin edi. Eng asosiysi esa bank seyfidagidek zirhli eshik bo'lib, hatto kichik portlashga ham bardosh berardi. Chang Yi kulimsiradi. Uning maqsadi uyini hech kim kira olmaydigan temir qutiga aylantirish edi. Ism chiqdi. Jen uning asl maqsadini bilmasa-da, dunyoda xavfsizligi va puliga juda katta e'tibor beradigan boylar ko'pligini o'yladi. U uy rejasini olib, bino qayerda yoki qanchalik katta bo'lishidan qat'i nazar, bunday o'zgartirishdan keyin haqiqiy qal'aga aylanishni aytdi. Chang Yi undan harbiylar orasida tanishlari bormi deb so'radi. Do'stlar, birozgina vaqtingizni olaman. Ko'rib turganingiz mangedunyo.uz saytimiz. Biz bu sayt orqali O'zbekistonda manga, manhva va manhvolarni yanada ommalashtirish, ularni sizlarga sifatli o'zbek tilida yetkazish uchun harakat qilib kelmoqdamiz. Yaqinda saytimizda katta yangilanish qildik. Endi bu yerda mangalarni video formatida ham tomosha qilishingiz mumkin. Hozir tomosha qilayotgan mangangizni 4 ta qismi saytimizga joylangan. Saytdagi tanga tizimi orqali ularni xarid qilib, bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Sizning har bir tanga xaridingiz bizga katta yordam beradi. Chunki bu mablag' orqali yanada ko'proq mangalarni o'zbek tiliga tarjima qilish, yangi videolar tayyorlash va bu yo'nalishni O'zbekistonda rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.
Agar sizga biror manga yoki manhva yoqsa va uni o'zbek tilida o'qishni yoki video shaklida ko'rishni xohlasangiz, bizga buyurtma berishingiz mumkin. Shunchaki Telegram orqali biz bilan bog'laning. Siz xohlagan mangani o'zbek tiliga tarjima qilib beramiz yoki uni video shaklida o'zbek tilida ovozlashtirib tayyorlaymiz. Agar shunchaki bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, Telegram orqali aloqaga chiqib, donat qilishingiz ham mumkin. Sizning bu yordamingiz orqali O'zbekistonda manga rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Biz esa jamoamiz bilan yanada ko'proq mangalarni o'zbek tilida sifatli tayyorlashda davom etamiz. Sizning har bir qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun yangi asarlar, yangi tarjimalar va yangi videolar degani. Batafsil ma'lumot uchun Telegram orqali biz bilan bog'laning. Xo'sh do'stlar, endi ko'p ushlab turmaymiz. Videoni davom ettiramiz. Mazza qilib tomosha qiling. Jen ilgari boshqa davlatda yo'llanma askar bo'lganini aytdi. Shunda Chang Yining xayoliga bir fikr keldi. Chang Yi kulimsirab, undan qurol topib bera olishini so'radi. Jen esa jiddiylashib, bunday masalalar oson hal bo'lmasligini aytdi va kimdir unga tahdid qilyaptimi deb so'radi. Chang Yi noqulay kulib, yo'lda ayrim odamlar bilan janjallashib qolganini, ular uni qo'rqitganini va qo'llarida o'qotar qurol ko'rganini aytdi. Uy loyihasi barcha ishlari bilan 8 million dollarga tushardi. Shunday ekan, unga yordam berish qiyin bo'lmasligi kerak edi. Jenning tanishlari bor edi, ammo notanish odamga darrov yordam berishni istamadi. Qurilish yarim oycha davom etishini, shu vaqt ichida bir yo'lni topsa xabar berishni aytdi. Chang Yi javob kutishni aytib, sovuq qurol topish uchun ovchilar klubiga yo'l oldi. U yerda do'stlari bilan Afrikaga ovga ketishni bahona qilib, bir nechta qurol sotib oldi. Agar kimdir kamon, arbalet yoki ov pichog'i haqida so'rasa, Chang Yida tayyor bahona bor edi. Uyga kelgach, yetkazib berish mashinalari kelganini ko'rdi. Ammo qo'riqchi egasining ruxsatisiz shuncha mahsulotni ichkariga kirita olmasligini aytdi. Chang Yi yaqinlashib, bularning hammasi uning buyurtmasi ekanini tushuntirdi. Qo'riqchi esa o'nlab yuk mashinasidagi oziq-ovqat kimga kerakligini tushunmadi. Bunday miqdorda kamida 100 ta dasturxon yozish mumkin edi. Chang Yi esa bu 5 yulduzli mehmonxonadan kelganini, 1000 kishiga yetadigan ovqat kerakligini aytdi. Atrofdagilar hayratda qoldi. Bunday ziyofat bir necha millionga tushardi. Yu Chin ham ular orasida edi. U Chang Yida pul muammosi yo'qligini tushunib, uning haqiqatdan ham boy ekanini o'yladi. Chang Yi yuk mashinalarini ombor tomon yubordi va Yu Chinning unga shirin tabassum bilan qarayotganini ko'rdi. Chang Yi ichida Yu Chinning noto'g'ri tushunishda davom etishini aytdi. Haqiqatni bilgach, undan o'z qo'li bilan qasos olardi. U omborga kirdi. Bir kishi jilmayib 500 ta dasturxon uchun buyurtma yetkazilganini aytdi. Xayrlashgach, Chang Yi ulkan oziq-ovqat qutilariga qaradi va hammasini o'z makoniga ko'chirdi. Endi uning istagan ta'biga mos issiq taomlari bor edi va umrining oxirigacha mazali ovqat yeyishi mumkin edi. Ertasi kuni qo'riqlash kompaniyasi xodimlari uyiga jihozlar o'rnatish uchun kelishdi. Chang Yi yo'lakda o'tirib ularni kutardi. Qo'shnilari esa uni g'alati qarashlar bilan kuzatib, dunyoning oxiriga tayyorlanayotgani uchun telba deb o'ylashardi. Ammo u bunga e'tibor bermadi. Shu payt menejerdan xabar keldi. 3 kundan keyin so'ragan narsasini topib beradigan odam bor edi. Ammo narxi juda baland edi. Chang Yi hech ikkilanmay rozi bo'ldi. U ishchilarga barcha ishni ularga topshirishini, o'zi esa vaqtincha mehmonxonada yashashni aytdi. Quruvchilardan biri xavotir olmasligini, ularga ishonishi mumkinligini aytdi. Chang Yi ketarkan, bir oydan keyin asl ahmoq kimligini hamma tushunishini o'yladi. Keyin u supermarket omboriga borib, menejer Chujou bilan uchrashdi. Chang Yi undan yordam so'radi. Menejer avval shaxsiy manfaat uchun vakolatidan foydalana olmasligini aytdi. Ammo Chang Yi unga 2 baravar pul taklif qilib, zarar ko'rmasligini aytgach rozi bo'ldi. U 20 kunlik ta'til rasmiylashtirib, barcha kerakli narsalarni ertaga yetkazib berishini aytdi. Chang Yi xursand bo'lib, pulni o'tkazdi. Omborga qarab, bu yerda 1000 kishiga yetadigan oziq-ovqat va zarur narsalar borligini o'yladi. So'ng yuzini yashirish uchun boshiga kepka kiyib oldi. Hozir xato qilishga haqqi yo'q edi. U dam olish xonasiga kirdi. U yerda Yu Chin va Zhou Peng bor edi. Peng Yu Chinni hafta oxirida konsertga taklif qildi. Ammo u uchrashuv borligini aytib rad etdi. Aslida esa u yolg'on gapirayotgandi. Shu payt Chang Yi yo'lakdan o'tib ketayotganini ko'rgan Peng jahli chiqib Yu Chinni yuk tashishga majburlagani uchun uni aybladi. U hatto belini og'ritib olganini aytdi. Yu Chin esa aslida hech joyi og'rimayotganini aytdi. Chang Yi norozi qaradi.
Pengni tinchlantirish uchun Yuchin belida ozgina og'riq borligini qo'shib qo'ydi. Shunda Peng Chang Yidan shifokor uchun 500 yuan berishni talab qildi. Chang Yi esa yordamli Yuchinning o'zi taklif qilganini, undan hech kim so'ramaganini aytdi. Qolaversa, Peng unga buyruq beradigan kim edi? Chang Yining sovuq va tahdidli qarashini ko'rgan Peng darhol ortga chekindi. Peng Yuchinga Chang Yi bilan shunchaki gaplashmoqchi bo'lganini, ammo u birdan jahli chiqqanini aytdi. So'ng Chang Yi noto'g'ri ish qilganini, undan uzoqroq yurishini maslahat berdi. Chang Yi ketgach, Yuchin uning nega bunchalik o'zgarib qolganini o'yladi. U avvalgidek emas, go'yo butunlay boshqa odamga aylangandi. Albatta nimadir noto'g'ri edi. Chang Yi mehmonxonaga borib yuvinib chiqqach, Yuchindan xabar oldi. U oxirgi paytlarda g'alati harakat qilayotganini, birdan ko'plab oziq-ovqat sotib olib, uyini ta'mirlashga kirishganini so'radi. Chang Yi uning shubhalana boshlaganini tushundi. Yuchin esa keyin o'zini yolg'iz his qilayotganini, ular deyarli gaplashmay qo'yganini yozdi. Ammo Chang Yi unga javob bermadi. Yuchin jahli chiqib, bu ahmoqqa nima bo'lganini o'yladi. Axir birinchi bo'lib o'zi yozgandi, ammo u javob ham qaytarmadi. Dugonasi esa endigina dushdan chiqayotgandi. Dugonasi Chang Yi oxirgi paytlarda rostdan ham g'alati bo'lib qolganini aytdi. Nega u shuncha oziq-ovqat sotib olib, katta ziyofat uyushtirgandi? Go'yo apokalipsisga tayyorgarlik ko'rayotgandek edi. Yuchin rostdan ham nimadir sodir bo'lishini u oldindan bilib, tayyorlanayotgan bo'lishi mumkinligini so'radi. Dugonasi esa uni ahmoq deb kuldi. Agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, bu haqda hamma gapirayotgan bo'lardi. Bir hafta o'tib, Chang Yi buyurtma qilgan qurol yetib keldi. Narxi qimmat bo'lsa ham, sifati juda yaxshi edi. Apokalipsis boshlanganda u o'zini xavfsizroq his qilardi. Keyin eshigi qo'ng'irog'i chalindi. Yetkazib beruvchi paket uchun imzo so'radi. Chang Yi imzo qo'yib, favqulodda dori-darmonlari ham borligini o'yladi. Ammo hali yana bir narsa qolgan edi. U yetkazib beruvchiga qarab, Chang Yi yetkazib beruvchiga yana bitta narsa, buyurtma qilishi kerakligini aytib, yordam so'radi. U darhol rozi bo'lib, qayerga yetkazib berishini so'radi. Shu payt Chang Yiga qurilish ishlari bugun tugashi va kelib ishni qabul qilishi mumkinligi haqida xabar keldi. U yetkazib beruvchiga o'zi ham o'sha yerga ketayotganini aytib, birga olib ketishini taklif qildi. Uyga yetib kelgach, Chang Yi atrofga qarab, ular Xitoydagi eng yaxshi kompaniya degan nomga munosib ekanini o'yladi. Tezligi va ish sifati ajoyib edi. Kompaniya xodimi uning talabiga binoan barcha devorlar 200 mm qalinlikdagi po'lat qoplamalar bilan mustahkamlanganini aytdi. Shamollatish tizimi har qanday zararli gazni filtrlay olardi. Bundan tashqari, ular issiqlikni saqlash tizimini Arktika tadqiqot instituti loyihasi asosida qayta ishlashgandi. Pech yordamida xona deyarli to'liq isitilishi mumkin edi. Ular balkonga chiqishdi. Xodim barcha o'ynalar o'q o'tmas ekanini, hatto uyini qoplagan qo'chishmadan ham mustahkamligini aytdi. Shu bilan birga xonaga yetarli yorug'lik tushib, tashqarni kuzatish mumkin edi. Xavfsizlik uchun bino bo'ylab jami 300 ta kamera o'rnatilgan bo'lib, Chang Yi har bir qavatni kuzata olardi. U natijadan mamnunligini aytib, xodim bilan qo'l berib xayrlashdi. Xodim esa bu boshpana uning kutganidan ham yaxshi bo'lishiga ishonishini aytdi. Chang Yi ichida kuldi. Afsuski, ular bu boshpananing mustahkamligini ko'ra olishmasdi. Chunki apokalipsisda tirik qolish-qolmasligi noma'lum edi. Balkonga chiqqach, eng muhim zaxira, suv yetib kelganini ko'rdi. U pastga tushib yordam berishga qaror qildi. Odamlar esa yana yig'ilib, Chang Yini muhokama qila boshlashdi. Bir necha kun oldin Chang Yi uyiga qalinligi kamida 10 sm bo'lgan po'lat plitalar olib kelgandi. Odamlar uni kinolardagidek boshpana qurmoqda deb masxara qilishardi. Endi esa shuncha suv sotib olganini ko'rib, shaharda suv muammosi bo'ladi deb o'ylashdi. Ular faqat kulishardi. Ammo Chang Yi ularning barchasi halok bo'lishini, o'zi esa tirik qolishini bilardi. Suv olib kelgan Yu amaki undan nega shuncha zaxira kerakligini so'radi. Chang Yi esa oldingi hayotida Yu amaki o'layotgan ona va bolaga oxirgi oziq-ovqatini berib, o'zi ham halok bo'lganini esladi. U unga yaxshilik qilgan kam sonli odamlardan edi. Chang Yi uning qulog'iga bu yil havo g'ayrioddiy sovuq bo'lishini aytdi. Qish juda qattiq kelishi haqida ma'lumot olganini, shuning uchun oziq-ovqat va suv zaxiralashni maslahat berdi. Yu amaki esa bu ma'lumot ishonchli ekanini jiddiylik bilan so'radi. Yu amaki unga yaxshilab tayyorgarlik ko'rganini aytdi. Agar xavotirda bo'lsa, hech bo'lmasa tez tayyor ovqat va mineral suv zaxiralashni maslahat berdi. Yu amaki uning gapini inobatga oldi. U yolg'iz yashardi.
shuning uchun ko'proq oziq-ovqat olsa ham zarar qilmasdi. Ammo yonidagi tanishi uning qo'lidan ushlab, Chang Iga ishonmaslik kerakligini aytdi. Yu amaki esa bunday demasligini so'rab, Chang Idan uzr so'radi. Do'stlar, birozgina vaqtingizni olaman. Ko'rib turganingiz mangedunyo.uz saytimiz. Biz bu sayt orqali O'zbekistonda manga, manhva va manhvalarni yanada ommalashtirish, ularni sizlarga sifatli o'zbek tilida yetkazish uchun harakat qilib kelmoqdamiz. Yaqinda saytimizda katta yangilanish qildik. Endi bu yerda mangalarni video formatida ham tomosha qilishingiz mumkin. Hozir tomosha qilayotgan mangangizni 4 ta qismi saytimizga joylangan. Saytdagi tanga tizimi orqali ularni xarid qilib, bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Sizning har bir tanga xaridingiz bizga katta yordam beradi. Chunki bu mablag' orqali yanada ko'proq mangalarni o'zbek tiliga tarjima qilish, yangi videolar tayyorlash va bu yo'nalishni O'zbekistonda rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Agar sizga biror manga yoki manhva yoqsa va uni o'zbek tilida o'qishni yoki video shaklida ko'rishni xohlasangiz, bizga buyurtma berishingiz mumkin. Shunchaki Telegram orqali biz bilan bog'laning. Siz xohlagan mangani o'zbek tiliga tarjima qilib beramiz yoki uni video shaklida o'zbek tilida ovozlashtirib tayyorlaymiz. Agar shunchaki bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, Telegram orqali aloqaga chiqib, donat qilishingiz ham mumkin. Sizning bu yordamingiz orqali O'zbekistonda manga rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Biz esa jamoamiz bilan yanada ko'proq mangalarni o'zbek tilida sifatli tayyorlashda davom etamiz. Sizning har bir qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun yangi asarlar, yangi tarjimalar va yangi videolar degani. Batafsil ma'lumot uchun Telegram orqali biz bilan bog'laning. Xo'sh do'stlar, endi ko'p ushlab turmaymiz. Videoni davom ettiramiz. Mazza qilib tomosha qiling. Chang I ogohlantirish uning vazifasi. Ishonish yoki ishonmaslik esa o'zlariga bog'liqligini aytdi. Qolgan vaqt davomida u barcha pulini zaxiralarga sarfladi. Jismoniy mashq qilib, qurol ishlatishni ham o'rgandi. Apokalipsisgacha 20 kun qolgandi. Har kuni mazali ovqat yeb, oziq-ovqat sotib olib va otish mashqlarini bajarardi. Nihoyat apokalipsisgacha atigi 3 kun qolganda Chang I barcha so'nggi tayyorgarliklarni yakunlashga kirishdi. Chang I hech kim undan shubhalanmasligi uchun ishga ertaroq keldi. Keyin hamma uxlab qolishi va nima qilayotganini bilmasligi uchun choylarga uxlatadigan dori qo'shishga qaror qildi. U hamkasblari oldiga choy solingan patnis bilan borib, charchagan bo'lsalar, biroz dam olishlarini aytdi. Hamma issiq choyga yopishdi. Ulardan biri juda charchaganini, tashqarida ham sovuq ekanini aytdi. Chang I dori yarim soatda ta'sir qilishini o'yladi va xuddi shunday bo'ldi. Hamma uxlab qolgach, u kerakli narsalarni yig'ishga kirishdi. Avval jihozlarni o'chirib, omborga kirdi. So'ng rastalardagi mahsulotlarni birin-ketin o'z makoniga ko'chira boshladi. Avval hammasini olib, keyin saralashga qaror qildi. Qo'llarini har tomonga silkitib, ko'zi tushgan hamma narsani makoniga joyladi. Tez orada omborning katta qismi bo'shab qoldi. Chang I charchab xo'rsindi va hali ololmagan qutilarni ko'rib qoldi. Ichida 2052-yilning eng yangi texnologiyasi asosida yaratilgan issiq kiyimlar bor edi. Ular g'ayritabiiy sovuqqa ham bardosh bera olardi. Albatta Chang I ularni ham o'z makoniga joyladi. Endi bunday zaxiralar bilan muzlik davrida ham bemalol yashash mumkin edi. U dam olish xonasiga qaytib, suv ichdi. Hech kim bunday ishni bitta odam qilgan deb o'ylamasdi. Yana biroz chidasa, bu sir muzlik davrining boshqa jumboqlari orasida yo'qolib ketardi. Shubha uyg'otmaslik uchun divanga yotib uxlagandek bo'ldi. Birozdan keyin hamkasblari uni uyg'otib, juda katta muammo yuz berganini aytishdi. Chang I uyqusiragandek ko'zlarini ishqalab, nima bo'lganini so'radi. Ular kimdir butun omborni talon-toroj qilganini aytishdi. Chang I darhol o'rnidan turib, ular bilan ombor tomon yugurdi. Hammasi bo'sh ekanini ko'rib, Chang I boshni ushlab, bu yerda nima bo'lganini so'radi. Shuncha mahsulot qayerga g'oyib bo'lishi mumkin edi? Hamkasbi uning oldiga kelib, direktor qo'ng'iroq qilayotganini aytib, telefonni uzatdi. Chang I qo'ng'iroqqa javob berdi. Direktor ombordagi barcha mahsulotlar yo'qolgani haqida endigina xabar topganini aytib, jahli chiqdi. Bu yerda nima bo'lganini so'radi. Chang I hozircha aniq hech narsa bilmasligini, ammo 2 soat ichida butun ombor bo'shab qolganini aytdi. Direktor bunday narsa mumkin emasligini aytib, undan shubhalana boshladi. Chang I esa bunday gapirmasligini so'radi. U shuncha mahsulotni bir o'zi qanday olib ketishi mumkinligini aytdi. Buni o'zlari hal qila olmasliklarini, tegishli idoralarga xabar berish kerakligini qo'shib qo'ydi. Direktor tinchlanib, uning gapi to'g'ri ekanini aytdi va bu haqda bosh rahbarga xabar berishni bildirdi. Direktor bu ishni o'zi hal qilishni aytib, qo'ng'iroqni tugatdi.
Chang Yi hamkasblariga direktor mutaxassislarni yuborishni, ular esa tergov bilan hamkorlik qilishlari kerakligini aytdi. Hamma yengil tortib, unga minnatdorchilik bildirdi. Chang Yi ularning uxlab qolganidan xavotir olmasliklarini, aybsiz ekaniga ishonishini aytdi. Ko'p o'tmay Chang Yi so'roq qilish uchun chaqirildi. U barcha savollarga xotirjam javob berdi. Tergovchi kelgani uchun rahmat aytib, shubhali biror narsani eslasa, albatta xabar berishini va shahardan chiqib ketmasligini tayinladi. Chang Yi hech qayerga ketmasligini aytib, ichki ishlar bo'limidan chiqdi. Ko'chadagi ulkan ekranda ombordagi katta o'g'irlik haqida yangilik berilayotgandi. U telefoniga qarab, apokalipsisgacha atigi 2 kun qolganini o'yladi. Shu payt ekranga bir qor parchasi tushdi. Chang Yi osmonga qaradi. Atrofdagi odamlar sovuq kuchayib, qor yog'a boshlagani uchun uylariga shoshilishdi. Chang Yi esa 2 kundan keyin bu dunyo butunlay o'zgarishni bilardi. Nihoyat o'sha kun keldi. 12-dekabr kuni tungi soat 2 da yulduz portlashining oqibatlari sabab yer yuzasidagi harorat keskin pasaydi va dahshatli falokat boshlandi. Chang Yi uyda o'tirib, tashqarida hamma narsa asta-sekin muzlayotganini kuzatdi. Vaqt kelgandi. U suv ichib, ish guruhidagi yozishmalarga qaradi. Hamma qorga qoyil qolardi. Yuchin esa hatto suratini ham yubordi. Chang Yi bu hali boshlanishi ekanini bilardi. Qor yog'ishi kamida 3 oy davom etar. Sovuq esa tobora kuchayardi. Tong o'tgach, bir ayol uydan chiqmoqchi bo'ldi. Ammo eshiklari ochilmadi. U hali hech kim bu sovuqning asl dahshatini tushunmaganini bilardi. Tez orada hayot butunlay o'zgarardi. Eshik nihoyat ochilgach, ayol tashqariga chiqdi va hamma joy qalin qor bilan qoplanganini ko'rdi. Ammo ob-havo ma'lumotlarida bunday qor haqida hech narsa aytilmagandi. Boshqa xonadonlardagi odamlar isitish tizimlarini yoqib, nima qilishni bilmay qolishdi. Ko'pchilikning hatto qishki kiyimlari ham yo'q edi. Chang Yi uyda bemalol uxlayotgandi. Uni Yuchin uyg'otdi. U tashqarida juda sovuq ekanini aytib, nega uni oldindan ogohlantirmaganini so'radi. Chang Yi sovuq bo'lishini bilgani uchun zaxira yig'ganini aytdi. Yuchin sovuqdan muzlayotganini aytdi. Chang Yi esa boshqa gapi bo'lmasa telefonni qo'yishini aytdi va uning iltimosiga qaramay qo'ng'iroqni uzdi. Yuchin xavotir bilan nima qilishni o'ylay boshladi. Bu yigit rostdan ham aqldan o'zganmi deb o'ylab, zudlik bilan biror yo'l topish kerakligini tushundi. Chang Yi telefonni tungi stol ustiga qo'yib, boshini ushlagancha ko'zlarini yumdi. U hisobida xato qilganini o'yladi. Yuchin uni biror narsada ayblashga urinadi deb kutmagandi. Keyin o'rnidan turib badanini cho'zdi. Endi nonushta qilish vaqti kelgandi. Ovqatlanayotib yangiliklarni ham ko'rishga qaror qildi. Birozdan keyin divanga o'tirib ovqatlana boshladi. Yangiliklarda kecha tunda muzdek shamollar butun dunyoga ta'sir qilib, harorat keskin pasaygani aytildi. Ayrim joylarda havo -70 darajagacha tushgandi. Mutaxassislar sovuqning sababini aniqlashga urinayotgan edi. Odamlarga zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslik, issiqroq kiyinish va oziq-ovqat tanqisligi hamda narxlar oshishi haqidagi mish-mishlarga ishonmaslik tavsiya qilindi. Chang Yi vilkasini qo'yib, havo oldingisidan ham sovuqroq bo'layotganini tushundi. Shu zahoti telefoniga yangi xabar keldi. Chang Yi telefon ekraniga qaradi. Yuchin undan nega qo'ng'iroqni uzib qo'yganini so'rardi. Tashqarida qor kuchaygani sabab uydan chiqa olmayotganini, Chang Yi oziq-ovqat sotib olganini bilishini va birozni unga berishini so'radi. Qor to'xtashi bilan hammasini qaytarishga va'da berdi. Chang Yi esa sovuq do'konlardagi narxlarga ta'sir qilishini tushunardi. Yuchin shunchaki sovuqqa chiqishni istamagani uchun undan yordam so'rayotganini bildi. Ammo bu hayotida u undan hech qanday yordam olmasdi. Chang Yi dasturxondagi ovqatlarning suratini olib unga yubordi. Yuchin suratni ko'rib, Chang Yi och qolmayotganini tushundi. U esa deyarli hammasini yeb bo'lganini yozib, bugun mazali bifshteks pishirganini aytdi. Yuchin suratga diqqat bilan qarab, unda qimmatbaho wagyu go'shti va fransuz vinosi ham borligini ko'rdi. Bir shishasining o'zi kamida 20-30 ming turardi. Yuchin Chang Yining boyligi bo'la turib, nega oddiy ko'p qavatli uyda yashashiga hayron qoldi. Keyin unga bifsteks va bir qadah vino ichishdan bosh tortmasligini yozdi. Chang Yi esa supermarketga borib, o'zi sotib olishni aytdi. Yuchin jahli chiqdi, ammo g'azabini bosishga qaror qildi. Shu payt Chang Yi binoning kuzatuv tizimini boshqaradigan planshetni qo'liga oldi. Kameralardagi tasvirlarga qarab, qiziqarli tomosha boshlanishini his qildi.